do'stlar, 2025-yil 14-oktyabr holati. Tomga Kenan Lombas quyish jarayoni. Manzilimiz Sirdaryo viloyati Guliston tumani Dehqonobod shaharchasi. Kimga qiziq bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Tomoqlar tashib ketyapmiz. Hozir quyilgan holatda juda bemalol yursa bo'ladi. Yorilib ketadi, ezilib ketadi deganlar uchun juda bemalol yursa bo'ladi. Yuk ko'taradi. Kimga qiziq bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Sirdaryo viloyati Guliston tumani Dehqonobod shaharchasi. Navbatdagi obyektimiz Guliston tumani Ahillik mahallasi 500 kvadratlik tomimiz. Afzalliklari yengil, usti izolyatsiya, samiglavni yonmasligi, yuk ko'tarishi, har xil hasharotlardan himoya